Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan 1-sinf tarbiya fani darsligidan men mustaqil bo'laman dars mashg'ulotini birgalikda ko'rib chiqamiz. Darsimizdan asosiy 3 ta maqsad ko'zlangan. Ta'limiy maqsad: o'quvchilarda mustaqillik, tartibli hayot va mas'uliyat tushunchalarini shakllantirish. Tarbiyaviy maqsad: mustaqillik ruhini shakllantirish, oila a'zolari va sinfdoshlariga yordam berish fazilatlarini rivojlantirish. Rivojlantiruvchi maqsad: vaqtni samarali boshqarish ko'nikmasini takomillashtirish, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, reja tuzish, muammolarni yechishga o'rgatish. Darsimizda quyidagi kompetensiyalarga tayanamiz. Tayanch kompetensiyalar: o'z ishlarini mustaqil bajarish va kun tartibiga rioya qilish, vaqtni samarali boshqarish va mas'uliyatni his qilish, oila a'zolari va sinfdoshlariga yordam berish, boshqalar bilan hamkorlik qilish va ularning ehtiyojlarini his qilish, o'z fikrlarini aniq ifodalash va boshqalarni tinglash. Fanga oid kompetensiyalar: kundalik hayotda mustaqil harakat qilish ko'nikmalarini egallash, uy va maktab ishlarida faol ishtirok etish, ishonchli bo'lish va va'dalarni bajarish, oilaviy va jamoa qadriyatlarini hurmat qilish, shaxsiy gigiyena va tartibli hayot odatlarini shakllantirish. Darsimizning texnologik xaritasi quyidagicha. Birinchi bosqich: darsga tayyorgarlik. Ikkinchi bosqich: o'tgan mavzuni takrorlash. Uchinchi bosqich: yangi mavzuni tushuntirish. To'rtinchi bosqich: yangi mavzuni mustahkamlash. Beshinchi bosqich: uyga vazifa berish va baholash. Biz yangi mavzuni bayon etishdan oldin o'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilar bilan savol-javob qilib olamiz hamda uyga berilgan topshiriqni so'rab olamiz. O'tilgan mavzu ishonch nima mavzusi. Bunda o'quvchilarga ishonchga oid bo'lgan savollar bilan yuzlanib, javoblarini tinglaymiz. O'tilgan mavzu barchaga tushunarli bo'lganidan so'ng yangi mavzuni bayon etamiz. Yangi mavzu: men mustaqil bo'laman. Bunda darslikda birinchi bo'lib og'zaki topshiriq berilgan. Ya'ni rasmlardagi bolalarga ism qo'yib, ular nima qilayotganini tushuntirib berish kerak. Misol uchun, Anvar gullarni parvarishlayapti. Nozima kitob o'qiyapti. Sarvarbek vazifasini bajaryapti. Noila idishlarni yuvyapti. Ozodbek kiyimlarni taxlayapti. Endi bolalarga quyidagi savollar bilan murojaat qilamiz. Bolalar qanday ishlarni mustaqil bajaryaptilar? Qaysi ishlarni birovning yordamisiz bajara olasiz? Maktabga ketish uchun tayyorgarlik ko'rishda sizga kim yordam beradi? Bunda o'quvchilarning har biridan o'zining mustaqil fikri so'raladi. O'quvchilarga qoida qilib quyidagilar o'rgatiladi. Yangi bilimlarni egallang va yanada mustaqil bo'ling. O'zingizni bajara oladigan ishlar uchun boshqalarni ovora qilmang. Uy ishlarida yaqinlaringizga yordam bering. Sinfdoshingiz biror ishni eplay olmayotgan bo'lsa, unga yordamlashing. Bu qoidalarni biz o'quvchilarga singdirishimiz kerak. O'quvchilar uchun quvnoq daqiqa o'tkazamiz. Quvnoq daqiqada Energizer o'yinlardan yoki metodlardan foydalanishimiz mumkin. Men bu mavzu yuzasidan baliq ovi metodini tanladim. Hamda yana bir Energizer orqali o'quvchilarni tetiklantirib olamiz. Quvnoq daqiqa tugaganidan so'ng bizga darslikda vaziyat berilgan. Vaziyatni o'quvchilar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Madina va Ozoda dugona. Ular har kuni ertalab maktab darvozasi oldida uchrashib, sinfiga birga kiradilar. Ozoda bugun kechikdi. Madina undan sababini so'radi. Oyim sport kiyimimni uzoq qidirdilar,
dedi Ozoda. Demak, bu vaziyatni o'quvchilarga tushuntirishda asosan ertalab darsga kechikish sabablarini birinchi ko'rib chiqamiz. Ayrim hollarda ko'p o'quvchilar oilari ularning ust kiyimlarini tayyorlamaganliklari sababli kech qolishadi va biz shunda o'quvchilarga bu ishni o'zimizning qo'limizdan ham kelishini o'rgatishimiz kerak. Darsimizda og'zaki topshiriq uchun mashq berilgan. Bunda kun tartibingizni tasvirlab bering. Harakatlar ketma-ketligini belgilang. Bu rasmlarni ketma-ket joylashtirish uchun o'quvchilardan yordam so'raymiz. Bunda o'quvchilar o'zlari kun tartibi bo'yicha reja tuzishga o'rganadilar va aynan qaysi vaqtda nima qilish kerakligini o'zlari bilib oladilar. Darslikning davomida o'qituvchi o'quvchilarga tushuntirib berishi kerak bo'lgan matn beriladi. Kun tartibiga amal qilish salomatlik uchun foydadir. O'quvchilar vaqtida yotib, to'yib uxlasa, kuch-quvvatga to'ladi. Ertalabki badan tarbiya kun davomida bardam bo'lib yurishga yordam beradi. Shaxsiy gigiyena qoidalarini ham unutmang. Ovqatlanishdan oldin albatta qo'lingizni yuving. Kuniga 2 marta tishingizni tozalang. O'quvchilar rag'batlantiriladi. Bunda rag'batlantirishda biz kartochkalardan hamda nominatsiyalardan foydalanishimiz mumkin. Rag'batlantirganimizdan so'ng uyga vazifa beramiz. Savollarga javob bering. Nima deb o'ylaysiz? Nega uxlashdan oldin telefondan o'yin o'ynash tavsiya qilinmaydi? Nima uchun bolalar uzoq vaqt televizor yoki kompyuter ekrani qarshisida o'tirishi, soatlab planshet yoki telefonda o'yin o'ynashi mumkin emas? Bolajonlarga bu savollar juda qiziq bo'ladi va uni uylarida o'zlari mustaqil ravishda topib kelishadi. Shu bilan bugungi dars mashg'ulotimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.